Menga qara rais. Hech Chinor tagida xo'rlanganmisan? Bundan keyin men ishimga aralashmag'in. Chinorda tagida o'lishni istaysizmi, rais? Tarakan gruppasi qijinglaydimi? Taraqanglaydimi? Aralashmag'in. Tushundingmi? Menga qara, rais. Yo tarakanda nomi chiqadi, yo. Ey shogird. Ha, Yog'ini aytma. YouTube'da blokka tushasan. O'zi endi tanilayotgan bo'lsaq. Ha, rais, seni o'zi gaping yoqmayapti. va ustoz, buni o'zi tag tugi bilan shuni yoqib yuborib qo'ya qolaylik. O'tinni qo'yib yoqaylik. Sherqo'za tarakan qani? Plaslarga qisib yursin, tushimda ham zeriktirdi. Shu ertalab bo'lsa, shu tarakan gruppasi tinchimikan degan xavotir qiynaydi-da. Nima aytdingmi bor? Ha, ertalabda ashidan keldim. Tarakan gruppasini boshlig'iga agar problema qiladigan bo'lsalaring, rais bom ketingni lolazor qilar ekanlar deb aytib tushuntirib keldim. Menga qara. Tarakan ajal raqsi uni Harami rais deb barbod bo'ldi. Hozir ko'rpacha qishlog'idan ketmasak, nomimiz shu bo'lib ketamiz. O'shaning uchun shogird Germaniyagami, Italiyagami, san'atni tushunadigan davlatlarga ketamiz. Ha, ustoz, Germaniya, Italiya deyapsiz. Ha, unga pulimiz yo'q-ku, bir so'm katta olamiz, ikkita olamizmi? Menga qara. Hozir bitam piyoda yuribdi. Biz ham piyoda ketamiz, shogird piyoda. Bu yoshlarda tarbiyasini to'liq muallimga topshirib. Mana bugun bizda Ko'rpacha qishlog'idan piyoda ketishimiz birinchi kuni Germaniyaga piyoda yo'l oldik, do'stlar. Voy, ana xurramlar nima qilyapti? Qo'yvara Sherqo'zaga qo'yvara. Qistir, rais bu, mana huzuringizga ikkita haramilarni olib keldim. O'zingiz nima o'xsangiz qilavering. Rais bu, qo'ying bizda. Biz ham davlat ko'raylik, tanilaylik. Ko'rpacha qishlog'ida uvoda qilib tashadingiz bizni. Pozor qilasanlarmi Ko'rpacha qishlog'ini? Germaniya, Italiya senlarni katta olamdiymi? Undan menayda aqlli bo'lib, ana muallimni bolalarga o'xshab, olimpiadalarga qatnashib, o'zingni ko'rsatsang, o'ylasanlarmi? Deb yo'qat bo'lardi. Yurlaring. Bu rayim cho'p-cho'pga men 100 marta aytdim. Mana shu iplosti olib tashlamashidan iplosti. Yo'lda o'rtasida allanasiga o'xshab turibdi dedim. Bu qishloqni sanqishdan bo'shamaydi. Men o'zim qaytaman shekilli ishimga. Nari mahalladan yuraylik. Rais bu yoqdan yursak bo'lmaydimi? Ha, bu yoqda lala qilib qo'ygansizda, ha? Hozir shu gapingga seni urib, basharangda anjanga qaratib qo'yardimiz, zamon ko'tarmaydi-da. Nar arqamdan. Mana kelgan sen rayim. Ustoz, nima yeb qo'ydim yana? Qishloqda shu tarakan burgalar ham ko'payib ketdi shekilli. Tarakan gruppa ham chiqdi. Nima chiqdi? Bugun tarakan gruppasi chiqadi, ertaga burga gruppasi chiqadi, indinga kanasi chiqadi. Qayga qarayapsan sen? Rais bu, meni evim yo'q edi. Men yoshlarni polni onamga topshirganman. Voy, iplos rais kajoli. Menga qara. Iplasang iplading, iplamasang anangni. Tur yo'qolib shuapti. Yo, piyoda ushab kelasan. Yo, cho'ntagingdan mashina asfalt qilasan. Rais bu kelasizmi? O'tir. Hey, bugundan qishloqda sanqish yo'q. Kimga kerak bo'lsa biz oldimizga kelsin. Bu maraz ustozim ham yerda shug'ul. Rais bu, shu desangiz, mahallamizga yangi shtat ochilibdi. Xotin-qizlar faoli degan. Mana yaxshi yangilik. Endi xotin-qizlarimizni ham tinglaydigan, uni dardini eshitadigan, bizni yelkamizdan yuk oladigan shtatda ochilibdi-da. Zo'r bo'pti. Shu desangiz, rais bu, gapni post kallasi xotin-qizlar lavozimiga o'z nomzodimni qo'ydim. Nimanimni qo'ydim? Nomzodimni? Tur yo'qol ko'rinma ko'zimga. Rais bu, siz meni parod qilaverganingizdan keyin hech qaysi erkaklar hurmat qilmay qo'ydi. Hachabi, mana shu xotinlar hurmat qilar. Menga qara.
o'zi anayda ustozim maynamda edi. Sen meni kelib shogird bo'lib sen ham yegin. O'ylab qutulamanmi senlardan o'ylab. Rais va assalomu alaykum. Qabulda boshlagan ekansiz, birinchi bo'lib o'zim kelaverdim-da. Keling, o'tiring. Rais va xullas gap tengda olasiz, men xotinim bilan ajrashmoqchiman. Xotin ajrashyapman. Odamlar xotin topolmay yotibdi. Sen ajrashasanmi? Oila muqaddas bo'lsa, xotin muqaddas bo'lsa, oilangga mehr ko'rsatish o'rniga ajrashaman deysan. Rais va meni boshimni aylantiradi. Men xotinim bilan ajrashib, 4 ta bolamga aliment to'latmoqchiman. Shunaqa. Xotin qizlar, bu seni ishing ekan, sen gaplashar ekansan. Bu qishloq problemasi, mana shu xonada o'tirsang ham tinchimas ekan-da. Rezba, bu qanaqasi? Qayerga qarayapsiz? Achangda agaratiga qarayapman, achangda. Rezba, uni ikkidan pas qo'shni menikidan qimmat mashina olibdi. Nima haqqi bor? Endi Rezba, yo eshmati shu qishloqdan badaraga qildirasiz, yo mashinasini sottirib olasiz. Meni ketib yongandan uyda o'tira olmayapman. Hozir nima bilan uğrayishim? Yozib yuboradi-ya. Bo'ldi, hal qilib beramiz, sen chiqaver. Qabulam yozib yuborar ekan, uni alakanetida yurgan yaxshi ekan. Rais buva mumkinmi? Mumkin, kiring. Nima xizmatingizni qilaylik? Rais buva, shu desangiz, menda kichkina problema bor edi. Shu desangiz, shunday katta qishloqda menga er chiqmayapti-da. Mana menda yo isbol baxtim ochildi. Qizim, ha shunday odobli, chiroyli qizga nimaga er uchramayapti? Sovchi kelishga kelyapti, shu mahrda eshitib aynib qolyapti-da. Mahrga nima so'rovdingiz? O'zi ko'p narsa so'raganim yo'q. Shu yigit 18 yoshdan o'tmagan bo'lsa, 2 xonali shaxsiy kvartirasi bo'lsa, uchinchisi geligi bo'lsa deganim. Menga qarang Sharafatxon, siz aqlingiz bormi? Dadangiz 58 ga kirib, hali otangiz qurib bergan uyga bir dona g'ish qo'ymadilar. Siz 18 yosh boladan kvartira talab qilyapsizmi? Dadangiz o'zi gelik tugul, velikni o'zini pulga olganmi? Mayli, uni qo'yavering rais buva, menda asosiy masala boshqa umuman. O'zimni yuksak fikrlarimni, tajribalarimni ijtimoiy tarmoqlarga joylamoqchiman. Shunga nima deysiz? Men bugun yo ertaga arizamni yozaman. Undan keyin qayga qo'ysangiz qo'yaverasiz. Menga qara Gulqo'z, Sher qo'zi. Yo'q, qabulda. Hozir Raisbon quvonganlarni patologga sapchiydilar. Raisbon, yangilik bor. Nima deysanlar? Biz raqqoslikni tashladik. Motivatsiyani boshladik. Biz endi oddiy motivator bo'lamiz. Как раз Raisbomga motivatsiya kerak edi. Tur, harakat qil, ishla. Shunda Xudoyim senga ham beradi. Raisbo, menda ham zo'ri bor. Nimaga kerak? Voy, Raisbo, uy. بردستی سفیدی چلدار ماما سایدی چلا عاشقی زاد چلا بردستی سفیدی چلدار ماما سایدی